Assalomu alaykum, hurmatli Ermak kompaniyasida faoliyat ko'rsatuvchi ishlovchi xodimlar. 2025-yil tugab, 2026-yil arafasida biz yillar almashishi bayrami desamiz to'g'ri bo'ladi. Shu bayram bir yil tugab, ikkinchi yili boshlanishi, shu yerda sarhisob qilib, yilimiz qanday o'tdi-yu, yangi yilimizda qanday rejalarimiz bor degan bir bayram. Shu bayramni yil almashuvi bayrami o'tkazish, shu bayramni harakatida yuribmiz. 2025-yil kompaniyamiz uchun o'ta sermahsul bo'ldi. Avvalambor ishlovchi xodimlar soni 500 kishidan, salkam 500 kishidan 740 kishiga yetdi. Mahsulot ishlab chiqarimiz ham 1,5 barobar oshdi. Ish haqimiz miqdori ham 1,5 barobar oshdi. Eksport ko'rsatkichlarimiz 3 barobar oshdi. Xullas, harakatlarimiz bilan, intilishimiz bilan elga, yurtga, iste'molchiga sifatli mahsulot yetkazib berishni hisobidan siz azizlarni harakatingiz, intilishingiz, sizlarni mehnatingiz evaziga sabab biz mana shu ko'rsatkichlarga erishib turibmiz. Ostonamizda 26-yil. Allohdan so'raymiz, shu 26-yilimiz ham qutli, barakali bo'lsin, xayrli bo'lsin. Har bittamizni xonadonimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Atrofdagilarimiz, yaqinlarimiz sog'lig'i yaxshi bo'lsin. Hayotimiz mazmunli bo'lsin, to'kin sochinli bo'lsin. Keyingi yilga ham kompaniyamiz ulkan rejalar qo'yilgan. Mahsulotlarni sifatini saqlab qolish, yaxshi sifat, yuqori sifatli mahsulotlarni, qo'shimcha mahsulot ishlab chiqarish, sexlarimizni kengaytirish, shu jumladan Angren iqtisodiy zonadagi Ohangaron blokida qurayotgan, qurilishi boshlagan 1 yilda 20 ming tonna mevani qayta ishlaydigan zavod qurayapmiz. U zavod ham qurilish avjida. U ham keyingi yil birinchi yarim yillikda ishga tushadi inshaalloh. Shu harakatlarda yuribmiz. Rejalarimiz katta. Shu jumladan eksport ko'rsatkichlarimiz ham oshyapti. Biz mana hozir shu kungacha 9 ta mamlakatga eksport qilyapmiz. Keyingi yil eksport geografiyamiz ham oshadi degan umiddamiz. Dunyoning rivojlangan mamlakatlariga, shu jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropaga, Koreyaga, mana Yaponiyaga harakat qilyapmiz. Markaziy Osiyoning hamma mamlakatlariga eksport qilyapmiz. Bundan keyin ham eksport hajmimiz ham, assortimentimiz ham oshadi degan umidimiz bor. Mana shu katta rejalar, katta vazifalarni qo'yishda avvalambor siz azizlar, sizlarni mehnatingiz, sizlarni fidoyilingiz, sizlarni harakatingiz zarur bo'ladi. Men o'ylaymanki, hammamizni harakatimiz bilan keyingi 25-yilni, 26-yilni ham muvaffaqiyatli yakunlaymiz. Tinchlik, xotirjamlikda, sihat salomatlikda, mamlakatimizda rivoj yaxshi, biznes muhit yaxshi, bizga bo'layotgan sharoitlar e'tiborli, yuqori. Biz kompaniyamiz jumladan respublikada ancha yuqori obro'li kompaniyalarga aylanib qoldik. Shu jumladan biz dunyoda ham tanila boshlandik. Dunyo miqyosida ham. Keyingi yillarda mana shu bo'layotgan ishlarimiz yana ham bardavom bo'ladi, yana ham rivojda bo'ladi degan umidimiz bor. Vaziyatdan foydalanib, azizlar, sizlarni o'zingizga sihat salomatlik, xonadoningizga, yaqinlaringizga salomatlik, dasturxoningiz qutli bo'lsin, barakali bo'lsin, bolalaringiz, atrofdagi yaqinlaringiz salomat bo'lsin. Xullas, eng yaxshi tilaklarimiz. 2026-yil Allohimdan so'raymiz, yana ham kompaniyamiz uchun va har bitta kompaniyamizning xodimi uchun sermahsul, baxtli, saodatli yil bo'lsin deb Allohdan so'rab qolamiz.
hammanglarga katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar.